Kayseringiz bilan qanday tanishgansiz degan savollarga bugun javob berib o'taman. Ko'pchilik so'raydi, qanday kafega ketgansiz, koreys yigit bilan qanday tanishgansiz. O'zbekistonda paytim oddiy kafeda ishlardim oldin va o'sha kafeda ba'zida ovqat zakaz qilishsa, yonimizdagi magazin yoki bozorga ovqat zakaz qilishsa olib borib berardim. Men vaqtimga qarab o'zim ofitsiant bo'lib ishlasam-da, o'zbek qilmayotgan qizga yordamlashardim, ovqat tashiydigan qizga va o'shaning uchun olib borib berardim. Ba'zida o'sha kunlarning birida ro'paramizdagi magazinda bitta yigit telefon qilib ovqat zakaz qilib qo'yibdi. Boshlig'im aytdi, sirazu ovqat olib borib ber dedi. Ovqat olib borib berganimda qarasam, koreys yigit o'tirgan ekan. Sirazu ko'zidan tanidim. U paytda uni qopda edi. Karantin endi tugayotgan vaqt edi. Hammamiz maskada yurardik. Shu sabab ko'ziga bir marta qaradimda, savol berdim, siz koreysmisiz dedim. Ha deb javob berdi. Keyin ha dedimda, xursand bo'lib ketib, zakazini berib, keyin qaytib ketdim. Bir-ikki kun shunaqa ovqat zakaz qilib yurdi va keyin o'zi raqamni so'rashni boshladi. Telefon raqamingizni berasizmi? Men sizga ovqat zakaz qilaman deb gapirganlari shunchalik samimiy muloyim gapirardi. Yana meni endigina tanib, hatto ismimni ham so'ramasa ham, har borganimda chiroyli gaplashardi. Charchamayapsizmi ishlar bilan deb, xuddi o'zini yaqinidek gaplashardi. Shu taraflama vobshe yo'qib qolgandi o'sha paytda. To'g'risini aytsam, sevib qolgandim uni. Bir ko'rishda sevib qoldim deydimi? Xuddi shunaqa bo'lib, ilk qadamni men qo'yganman. Va o'sha vaqtlarning birida, kunlarning birida meni ishdan bo'shatib yuborishdi. Sababi men 24 soat u yerda ishlamasdim. Kunduzi o'qib, obeddan keyin ishga borardim. Bizga 24 soat ishlaydigan qiz kerak deb meni ishdan bo'shatib yuborishdi va men ishdan ketishga majbur bo'ldim. O'shanda o'ylaganman, vobshe endi ko'rmayman uni qaytib deb, lekin Allohimning rejalarida bor ekan, yana yo'limdan chiqdi. Boshqa kafega meni ishga chaqirishdi va o'shanda ham o'sha koreys yigitni uchratib qoldim. U yerda ham o'rtog'i bilan kafe ochgan ekan, magazinni yopib, meni u yerga ishga chaqirishdi va men ishga borganimda yana o'sha koreys yigitni uchratdim. Videoning ikkinchi qismi chiqadi albatta.